Vahimlik ovozliq asar. Men sarang emas. Birinci bob. Sirliq sarang. Qachonlardan boshlab bunda g'alati iqtidorga ega bo'lib qolganligimni o'zimmi aniq deb berolmayman. Men ruhiy kasalliklar doktori. Bizning bemorlarimiz alohida kuzatib davolangan bo'lg'achqa, davolash o'rnimiz shaharning chetidagi tog'liq rayonga joylashgan. Chunki bu bemorlarning ichida ilgari qotillik jinoyati o'tkazganlar ko'proq edi. Bu yerni davolash o'rni degandan ko'ra jinoyatchilar lageri desakmi ortiq ketmaydi. Doktorxonamizga kirib chiqish intayin ching boshqariladi. Doktorlardan qo'g'dash xodimlari ko'p. Doktorlarga haftada bir kun dam olish qilib beriladi. Nihoyatda qattiq tekshirib, ondan chiqizatdi yoki kirgizatdi. Shunlashqa bu yerga biror uchar qanotning beso'roq ezib-tezib kirib kelishi mumkin emas edi. Men davolagan bemorlar intayin ko'p. Ba'zilari qotillik qilgan, ba'zilari o'tmagan, yana ba'zilari insonlarni o'zining dushmani deb qarab, doim boshqalarga ziyon zahmat yetkazib yuradigan yovuz kishilar edi. Biroq meni hammadan hayron qoldirgani, men bemorlarni davolab ma'lum darajaga oborgandan keyin ba'zilari sirliq yo'qolib ketdi. Yana ba'zilari doktorxonamiz tarafidan har xil sabablar bilan boshqa rayonlarga yo'qolib ketdi. Ularning izdirkini hech kim bilmaydi. Shu sababdan ma'lum emas, doktorxona tavasida hech qanday doktorning biror bemorni sallamazat davolab saqaytirganini anglab bormaydi. Bu yerda ortiq ishlarga aralashish cheklangan. Hammamizning o'zimizga bo'lib berilgan vazifasi bo'lib, shuni yaxshi ado qilsak bo'ladi. Mutlaq maxfiy o'rinlashtirilgan ishga imtihon tizimi orqali 36 xil tekshirishdan o'tib, ondan kirgan edim. Ayni vaqtda meni hammadan bak jalb qilgani bu yerning muoshi va yillik mukofot puli edi. Bizning bir oylik muosh va turmush rasxod pulimiz qitilsa, boshqa o'xshash kasbdagilarning yarim yillik maoshiga yiqilishib qoladi. Bu yerdagi xizmat vaqtim uzargan sari ba'zi bir ishlarni bayqab qoldim. Bu yerga kelgan ruhiy kasalliklar bemorlari dastlabda qanchalik yovuz holatda kirgan bo'lishidan qat'iy nazar, vaqtning uzurishiga agishib, aslandek yuvashlab ketadi. Bu hargizmi bizning alohida davolash usulimizning ta'siri emas edi. Chunki men ularni qandoq davolayotganligimni obdan bilardim. Bizning ular bilan uchrashish vaqtimizga chek qo'yib berilgan. Doktorxona mudiriyat hay'at a'zosidan boshqa hech qanday doktorning alohida imtiyozi yo'q. Belgilangan kasal davolash vaqtimizdan boshqa chog'larda bemorlarning turalg'usiga yiqilishi salohiyatimiz yo'q. Dam olish kunlarimning ma'lum bir kashligi yaqin atrofdagi talla bozoridan narsa kerak setib olg'ili chiqdim. Qaytashimda choy soqollari o'sib, yuzlari kirbesib ketgan bir toni simoning mendan ancha yiroq bo'lmagan bir ko'chadagi axlat to'ng'iga yo'linib o'ltirib, bir narsa yeb o'ltirganligi g'ilpal ko'zimga cheliqib qoldi. Qandoqli o'ylamay, u aniq ilgari men uchratgan birsi. Lekin nada uchratganimni faqat esimga ola olmadim. Onunga asta yiqilishib, baya olgan ichimlikdan birini onunga tangladim. U meni ko'ribla cho'chib ketdi. Ham jindan qo'qqandek bir oldiga, bir kayniga qarg'ash maymundek 4 putlab sakriginicha birdamdila ko'z oldimdan g'oyib bo'ldi. U qochgan yo'nalish tarafga shuncha tez yugurgan bo'lsam-mu, uning qorisi hech yerda ko'rinmaydi. Ko'chadagi gungi chiroq nurida atrofni oralashga boshladim. Avtobus bekatining qishig'i kelganda bir qora ko'langa chaqmoq tezligida bekatning lampasi ustidan sakrab tushdi. Ondan maymundek birdamdila shuncha egiz binoning tomlarida xuddi yerda yurgandekli yugurib, bir qancha binodan otlab o'tib, yana g'oyib bo'ldi. Qorong'uda uning nima narsa ekanligini ilg'i qila olmadim. Maymunmiki deydisam, jug'i maymundan cho'ng. Shimpanzimiki deydisam, harakati maymundan qilishmaydi. Shimpanzining inkosi hargizmi uningdek tez emas. Uning binolarning tomlariga shuncha choplashib, ko'zni yumib ochqicha necha 10 qavat binolarning ustiga bemalol chiqib ketganiga qaraganda, u hargizmi maymun yoki shimpanzidek oddiy hayvon emas.
bayamqı sarang esimdan chiqib ketib, amdilikda ixtiyorsiz bu noma'lum maxluqning kaynidan iz besib yugurdim. 4 yil do'qmishiga kelganda, u tushgan yo'nalishga qarsam, u davomli yugurib, yo'lning oyoq quyruqiga borganda yana yo'qab ketdi. Bilib bilmay, necha kilometr yugurib ketibdim. Uningdan umidni uzdim. Qaytmoqchi bo'lib, kelgan yo'nalishdan mangmay, uni yo'qitib qo'ygan tarafdan aylanib kirib ketmoqchi bo'lib, qayrildigan yerga kelganda, to'satdan Avraz yo'lining to'qiga ko'zim tushib qoldi. U tuvoq sal qiyisib qolgan bo'lib, yo'ldan o'tgan piyodaliklarning diqqat qilmay dasib olib, xatar chiqib qolmasligi uchun uni o'ngshab qo'ymoqchi bo'lib engishdim. Qarasam, bu Avraz yo'li bo'lmasdan Tok va Nurkabilning yer osti sim yo'llari ekan. Tuvoqni o'ngshab bo'lib qaytay deb tursam, Nurkabil tuvoqining atrofiga chechilib yotgan bolka uvoqlari diqqatimni tortdi. Bayamqi axlat to'ng'iga yo'linib o'ltirgan sarangmo bolka yeyotgan edi. Tuvoqni qayta ichib, telefonimning qo'l chirig'ini ichiga tutdim. Yer ostidami ancha-muncha uvoq bor bo'lib, toza sapsilib qaramasa ko'rgili bo'lmaydi. Ko'nglim bir narsani to'ygandek tuvoqni to'liq ichib qo'yib, asta esilib ichiga tushdi. Bu yer go'rdek qop-qorong'u bo'lib, xeli mengib boqqan bo'lsam-mu, insijin uchirmadi. Qaytmoqchi bo'lib mang'ilayotganda, tuyuqsiz parislagan sulyav xaltining ovozi diqqatimni chechib, to'xu atlarimni tikanlashtirib atdi. Kim? Bu yerda kim bor? Hech qanday sado yo'q. Baya ovoz chiqqan tarafga asta surilib, inchkilik bilan qarashga boshladim. Qirishqandek bu chaqda telefonimning batareyasi oz qilib, elektri o'chib qoldi. Men faqat telefonimning ekranidagi g'uvonur orqaliqla atrofni ilg'i qilyotdim. To'satdan oldimdagi bir jup qip-qizil nurga ko'zim tushib qoldi. Dastlabda buni Nurkabil toshkisidan chiqargan nurimiki deb qopdim. Ikki nurning orliqi shuncha yaqin bo'lib, bir yenib, bir o'chib turadi. Yana kelib, xeyli cho'ng. Men cho'nqur birni tinib bilib, telefonimning ekranini shu nuqtaga burdim. Garchi qo'rqib tursam-mu, yangi g'ayratga kelib, uningga yaqinlashmoqda edi. U nurning oldiga kelganda ko'rganim shu bo'ldiki, u hargizmi bira elektr uskunasidan chiqqan nur bo'lmasdan balki dal yiliqi axlat sanduqiga yo'linib o'tirgan sarangning ko'zi edi. U mening o'zini bayqab qolganligimni bilib, menga etilib xiris qilishga boshladi. Hashpashtigicha birdamda ustimga chiqib olib, o'tkir tirnoqlari bilan eg'izimni tilib atdi. Shuncha hapilishibmi, uni kontrol qila olmadi. Qilolg'inim faqatla uning ikki qo'lini ching tutib olishla bo'ldi. Uning ko'zlaridan chiqayotgan nur borgan sira kuchaymoqda edi. Eg'izidan tishlari o'sib chiqib, sho'lgaylari yuzimni hol qilyapti. Uning kuchi borgan sira zo'rayotdi. Tamdaki ulangan toksimni kuchab tortdim-da, echilib qolgan yerini o yovuz maxluqning beli tarafga kuchab sanjidi. U birdam g'oljir ishdek g'imsilanganicha asta o'zini qo'yiverdi. Men fursatni ching tutib, uni ustimdan yerga yiqitdim. Ondan uning ishdan beg'ini yeshib, put qo'lini mahkam bog'lab etdim. Oradan bir oz o'tgandan keyin u ko'zini ochdi. Uning ko'zidagi qizil nur xira yinib turadi. "Ita, sen zodi kim?" U midar-sidir qilmay yotadi. Uningdan yondirib so'radi. Yana sado yo'q. Yana javob bermsan, seni hukumatga topshirib beraman. Sen meni taniymayapsan? Elaji Ayumi doktor. Nima? Sen meni tanımsan? Tanıp qolmay, sening bosh sochini o'ldirib atganligingni bilaman. To'g'ri jo'ylama ablah. Sen saran qiyoptiga kirib olsang bu, sening nima o'ylayotganligingni obdan bilaman. Meni sarammikin deb qoldingmi? Amsi qanday o'ylasang o'ylab. Sen nimishqa odamxo'r hayvondek bo'lib qolding. Seni nada ko'rgan bo'g'aydim. To'g'ri o'zingni oldima. Sen har qancha qilsang-mu, reallikni o'zgartirmaysan. Nima reallikni? Sening yo odamga, yo alvastiga o'xshamaydigan reallikingmi? Tfi. Meni musholga tushirib qo'ygan dal salla. Har qaysini hargiz bosh qo'yib atmayman.
Biz? Shundaq. Har qaysin atalmış bizni davolashni dastak qilib, bizni ishtimishtimni pas ko'rishding. Bizdan foydalanib, o'zining razil maqsadlariga yetishding. Jo'ylama. Men faqat bemorlarimni ko'ngil qo'yib davoladim. Hammang bir jangalning bo'rilari. 9 oy ilgari sening atalmış davolashingga topshirilgan Aydas yo'ku esingdimi? Esimda. Davlat bexatarlik idorasidan bizning alohida davolashimizga topshirgan yiliqi xotin bolalarni o'ldirib atgan qotilmi? Tfi, u degan bir bo'xton Aydas yo'ku degan. Dalman shu. Nima? Sen shu? To'g'ri. Ayni chog'dagi sening bemoring. Sen ishplasla menga qanday to'g'ri berishding? Menga qanday o'qib berishding? Sana ishlatgan emas. Bir tutash ishiltildigan, nervi tinchlantiradigan dorilar. Qandaq? Yani yig'unki vatandı soltak. Men hammani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Senlar hargiz yaxshi oqibat ko'rishmaysiz. Nimani ko'rdim? Senlarning tirik odam tajribasi ishlayotganligini ko'rdim. Bizning sarangliq nomimizdan foydalanib, har xil ofatlarni planlayapsizlar. Eni qiraqda. Mening u yerga kirib qilishim oldin planlangan bir suiqasd. Meni sana o'tkazib berganda, mening intayin yovuz, xatarli jinoyatchi ekanligimni, qo'ltim boldirini o'ldirib atganligimni aytgan. Şunu sana besim qilib, menga normaldan ortiq to'g'ri qilish yetkazdi. Shundaqmi? Buning hammasi sening nervlaringni tezroq asliga keltirish uchun. Acaba mening nervlarim har qaysining shu ximiyalik reaksiya paydo qiladigan bakteriyalarga muhtojmi ekan? Neredeki bakteriya ekan o? Sen menga ishlatayotgan to'g'ri odam davolamasdan, balki odamni asti xarakterlik zaharlab, boshqalar nima desa shuni qiladigan mashina odamga aylantirib qo'ydi. Ondan har qaysing bizni xohlagancha tajriba qilsa, ondan özünün rezil planlarını icra kıldırırsan, bunu beni bilmeydi de kalma. Bu mümkün emez. Bu mümkün emez. Sen mümkün bulmaydı desen la, mümkün bulmaydığı iş yok. Tola muhammerle kılma. Özünü kanca aklısan mı? Koyunun terisiga ornamagan böyle işkeligini yoşurup kalamaysan. Biz bemorlarga işletadigan doğru okillarni her günü vaqti qaralda topshirib olamiz. Hem dal vaqtida bemorlarga ishlatamiz. Bunu bizden saqlab turish yoki vaqtni o'tkazib o'tish huquqimiz yo'q. Bu degan belgili mi? Acaba sen bizi ishlatayotgan dorilarning kelishmamasini bilmamsan? Buni yuqoridan tushirib berdi. Biz faqat to'g'ri ishlatishga mas'ul. Ortiq ishga aralashsak, belgilimiga asosan doktorxona intizomni buzgan bo'yicha bartaraf qilinamiz. Unda sen hech nima bilmaydi ekansan. Mening biladiganim bemorlarni yaxshi davolash. Tapaqa, sen bu doktorxonada qancha bemorni davolab saqlaytib baqqan? Men hech qanday bemorni davolab saqaytib boqmadim. Men endi davolab ma'lum bosqichga kelganda doktorxona rahbarligi bu bemorni boshqa doktorlarning davolashiga buyruq beradi yoki boshqa rayondagi doktorxonalarga yo'tkib etadi. Undaqda sen buningga gumonda boqmadingmi? Meni eng hayron qoldirayotgan masalaning birisi dal mushu. Lekin boshqalardan so'rashga amalsizman. Undaqda sen ularning kundirilgan ishda bo'lsan. O yavuz ablaqlar balkim sana qari qo'lni so'zayotgan bo'lishi mumkin. Ishqilib agak bo'l. Bu nima deganim? Bo'pti. Sana bildiganlarimni so'zlab beray. Sarangning kelib chiqishi. O shundoq degash hikoyasini so'zlashga boshladi. Men asli Yaponiya davlat bexatarlik organining yuqori darajalik amaldor yordamchisi. Bundan 3 yil muqaddam Yaponiya armiyasining maxfiy bazasida shakli o'zgargan odamdan birisini uchirtib qoldi. U bak qo'rqinchli ham bak yovuz edi. U tuyuqsiz o'qtor skeletidan yugurib chiqdi-da, uzul kelgan askarlarga etilib xiris qilishga boshladi. Buni odam desammi, emas desammi bo'laverdi. Rostini desam, men uni ayirib bera olmaydim. Ayni chog'da uning uchay bag'irlari sangrab qolgan bo'lib, uningdan oqqan qon butun maydonni bir og'an edi. To'satdan jiddiy ogohlantirish signali chilinib, barliq askarlar butun maydonni qurshib oldi. Qo'mondan merganlarga uni etishga buyruq tushirdi. Uningga osonlikcha o'q qara qilmaydi ekan. U har kecha nishon taxtisirak pirqirab yurib, ola hasal 15 minutlardan keyin oxiri yerga yiqildi. Ondan maydonda bir mashina paydo bo'lib, ichidan yuqumli kasalliklarning oldini olish doktorlari tushib keldi-da, chaqmoq tezligida uningga yiroqdan dori purkib, o't qo'yib ko'ydirib atdi. Boshliq mendan "Nimani ko'rding?" deb so'radi. Men uningga bir yirtqichning askarlarga xiris qilg'achqa etib o'ldirilganligini ko'rdim deb javob berdim. U mamnun bo'lgan qiyofatda ketib qoldi. Shundan boshlab
Men bu bazaga diqqat qilishga başladım. Sirtdan qaramoqqa bu yer odatga harbiy bazalardan hech qancha farqlanmaydi. Lekin hech kim bu yerning davlat uchur axborot ombiri bo'lib, bu yerdan davlatning muhim axborotlari va chet elning maxfiy uchurlari chiqadiganligini xiyoliga keltirib boqmaydi. Bu bazaning o'qituvchilar intayincha muhofaza qilinadi. Bu normal ahvol. Lekin yil bo'yi muqim birliyan askar kecha-kunduz navbatlashib muhofaza qiladi. Amaliyotda bunchalik iskilatga birliyan askar emas, bir pay askar qo'ysimi yetib oshadi. Ya'ni kelib ular faqat boshqalar bilan almashtirilmaydi. Menda alohida imtiyoz bor bo'lib, bu ba'zidagi ba'zi joylarga xolgancha kirib chiqa olmaydi. Chunki ba'zi maxfiy original hujjatlarni o'zim bir qo'lliq boshqa yetkazdim. Keyin fursat topsamlar, bu yerdagi muhim uchurlarni nusxalab oladigan bo'ldim. Lekin boshqa yetkazilgan uchurlar mutlaq maxfiy bo'lib, pechatlab etiladi. Men bu yerdan odamning ishingiz kelmaydigan xabarlarni kunda ko'rib tura oldim. Germaniyaning Akola nomli havvaslar atirti davlatimizning aviamatkalarining sun'iy hamroh qo'llanish kodini qo'lga tushirishga urinyotdi. Shunlashqa hoshyorlikni o'stirib, dengiz tavallikimizni qattiq mudofaa qilishimiz lozim. Amerika armiyasining ovoz sur'atidan tez radarga tushmaydigan odamsiz chorlag'uchi aeroplanlari vatanimiz osmonida paydo bo'lishga boshladi. Bununla ciddi loyiha tuzib, oldini elish tadbirlarini tez suratda amaliyleştirishimiz kerak. Angliya armiyasi kompyuter qari mehmonlarini ishga selib, davlatimizning muhim maxfiyatliklarini qo'lga tushirib, kompyuterlarimizni polish holatga tushirib qo'yishni planlayapti. Shuning uchun to'r mutaxassislarimiz buningga jiddiy taqobil turishi kerak. Amerika armiyasi Iroq, Afg'onistonda turishliq qismlarining yordamida biologik odam o'zgartirish tajribasini boshlab-etdi. Bu chekidan oshgan sharmandachilik. Ular tap tatmasdan bizning tajriba meyimizni o'g'irlab, tayyorga hayyor bo'lib, bizga og'ir xavf epkamoqda. Shundoq tugamas xabarlar ichida kunlarim dakki-dukida o'tmoqda edi. Bir kuni shundoq tugamas xabarlar ichida kunlarim dakki-dukida o'tmoqda edi. Bir kuni Yaponiya armiyasining Jungoga tajovuz qilgan chog'dagi chekidan oshgan qotillik, bosqinchilik bilan talon mazmun qilingan bir koni maqolni o'g'irlikchi nusxalab olsam, axborot amaldori ko'rib qoldi. Men chandurmasdan chiroyimni o'zgartmay chiqib ketdim. Keyin boshliqimni bir so'rindan uyga olib qo'ydim. Shu jarayonda u mas holatda qattiq uyquga ketdi. Uning uyining oldiga to'xtab, uni yulamoqchi bo'lib turgan chig'imda to'satdan uning yanchiqidan chiqib qolgan davlat darajalik mutlaq maxfiy telegramini ko'rib qoldim. U telegramning og'zi ochiq edi. Uning mazmunini ko'rib olmoqchi bo'lib, qayta mashinaga chiqib o'ltirdim. Ham asta-asta varaqlashga boshladim. Bu telegramida bizning davlat bexatarlik organiga vazifa topshirilgan bo'lib, ya'ni ba'zi tushuntirish uchurlari to'liq bilan yozilgan edi. Telegramida Yaponiya davlat bexatarlik organiga sizlarning oldin xitim yo'llagan dokladinglarni ko'rib, nihoyatda xushal bo'ldik. Yaponiya navbatda tarixiy xarakterlik jiddiy strategik o'rinda turibdi. Biz ko'p yil izlanish orqali oz bo'lmagan qurbonliklarni berdik. Badallarni to'ladik. Shuning yarasha muayyan muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdik. Bu tuhfalarni sizlarning uzun yillik tirishchanliginglardan ayirib qarag'ili bo'lmaydi albatta. Bizning samuraychi qahramonliklarimiz avloddan avlodga yodlanadi. Bizning muqaddas armiyamiz 1937-yili 7-oyning 7-kuni Logochao vaqasini keltirib chiqarib, Jungo-Yaponiya urushini qo'zg'adi. 2-yi Shanxayda turishliq oldin avatilgan qismda yemaklikdan zaharlanish ahvoli ko'rilib, ko'p qism askarlar xolera bilan yuqumlangan daryo suyini ichib o'lib ketdi. Shijiang Silang apandim ahvolni bilgandan keyin bu ishlarni quruqliq armiya qismimizga doklad qilib, necha yurish suv tozalash uskunasini keltirgizdi. Bu chaqda Yaponiya quruqliq armiyamiz yana bir qitim kallasini ishlatib, davlatimiz ichidagi barliq oliy maktablardan ikki ishni talab qildi. Armiyamiz Shijiang Silang apandimning taklifi bo'yicha davlat ichida qilishga bo'lmaydigan ishni Jongoning sharqiy shimol qismiga berib qilishni bekitdi. Chunki bundaq yiroq rayonni tanlaganda Yevropa davlatlarining ko'zini bo'yab, Janva ahdinomasida cheklangan bakteriya qurol yasab chiqili bo'ladi. Bu qaror ma'qullanib, davlat ichida qilishga bo'lmaydigan ishni qilish uchun Shijiang Silang apandim ayrim bir qism qurib, uningga o'zining aksini mas'ul qildi. Shuning bilan davlatimizning dunyoga mashhur 731-qism Jongoning sharqiy shimol rayoni qurib chiqildi. Biz Shijiang Silang apandimning yuqorqi qahramonlik, fidokorlik ruhidan uningga hurmatimizni bildiramiz. Biroq 2-dunyo urushi oxirlashgandan keyin Shijiang Silang vatanimizga qaytib kelib,
Yiroq Sharq harbiy sotining sotlishidan qochib, o'z yurti Chenyi nahiyasida yolg'ondan o'zining motam marosimini o'tkazgan. Keyin bu ishlar oshkorlanib qilib, 1947-yili 8-oyda Şijiang Silangning buyrug'i bo'yicha uning qismidagi 200 nafar tajriba xodimi 800 parcha anatomiya dokladini Amerika tarafga topshirib berib qutulgan. Shuning bilan Şijiang Silang buyuk Yaponiya imperiyamizning shuncha yillardan beri to'lagan qon tarini o'z hayoti badliga tegishib, bizning 1937-yildan 1945-yilgacha Jongoda ilib borgan 100 mingdan ortiq tirik odam tajribamizning ba'zi bir muhim anatomiya dokladlarini yo'q chiqarib, vatan sotquchi munofiqqa aylandi. Biz buningdan qattiq o'kinamiz. Hozir Amerika taraf o'zi bosh bo'lib, bir qancha davlatlarda urush qo'zg'adi. Shundaqla o'zining tayanchi davlatlarini ishga silib, urush qo'zg'ashga qudratqo'lik qildi. Urush maydonidagi fuqarolarni, asirlarni bizning shu tajriba dokladimizning yordamida tajriba qilib, odam o'ylab boqmagan bayqashlarni hamda natijalarni qo'lga keltirdi. Biz buningga sukut qilib turaversak bo'lmaydi. Sizlar oldingi qitim dokladinglarda biologik mashina odam tajribasida muvaffaqiyat qozonganliginglarni, lekin mablag' masalasida qiyinchilikqa uchrayotganliginglarni yezib tikansizlar. Hukumatimiz o'ylashib, sizlarning tajribanglarga 100 million yen sarf qilishni planladik. Pat yaqinda amallashadi. Sizlar tez suratda ko'p iqtidorli biologik mashina odam yasab chiqib, ularni biz ilgari qo'ldan chiqarib qo'ygan Amerika hukumatidagi anatomiya dokladlarimizni qaytarib kelishga avatishinglar kerak. Bu Yaponiya hukumatining bizning organga tushirgan maxfiy buyrug'i edi. Men aldirab tinib, telegrammani o'z betiga qatlab, boshliqning yanchug'iga sepib qo'ydim. Uyga qaytib kelib, g'azabdan vaqirvatdim. Uyning ichida ayolim va ikki bolam qonga milinib yotadi. Ularning qishig'i bag'nimda. Ikki bolamning nafsi allaqachon to'xtab bo'lgan bo'lib, ayolimning texi ozroq tiniqi bor edi. Uni quchuqimga oldim. U qon to'lib turgan ikki ko'zini tasdi ichib, qo'lida orqa tarafimni ishora qilmoqchi bo'lgan edi. Mağdur sinib ketgan qo'li yerga tushib ketdi. Angacha orqa tarafimdan mo'ramga bir qaltak tegdi. Oldimga molla qetib tushdim. Meni urg'ini dal yiliqi axborot amaldori edi. Ondan boshliqim paydo bo'ldi. Sarangning vazifasi. Boshliq, siz meni boshliq dema. U ishning kuchki. Sen texi bizga sotqinlik qilg'ichi bo'ldingmi? O shundoq degash, to'xtamay meni qaltak bilan uratdi. Tepatdi. Shuncha yilni tursammi, hech kimning kari bo'lmadi. Kelinglar. Hayt. Ma o josusning barmoq izini qotillik qo'raliga tushirib elib, so'raxonaga elib beringlar. Hayt. Ular ko'zimni tengib, mashinaga ep chiqdi. Ondan 2 soatcha mangandan keyin o'lim turib turadigan mudhish so'roq uyga elib kirishdi. Yalang'ashlab esib qo'ygandan keyin odam xiyoliga keltirib boqmaydigan qabiy usullar orqali so'roq qilishga boshladi. Birdan beshimga so'lyoq xalta kiygizib, üstüne musiyi tökkendim keyin zarda bilan urishsa, birdan söydik yo'limga yig'ni sanjitdi. Birdan badanimga qizilgan temir parchasini yaqsa, birdan oshqozonimga shilanki tiqib, suyuqlik mang'izatdi. Ishqilib odam bo'lib ko'rmagan kunlarni ko'rdim. Ular shunday qilib, 2 kecha kunduz meni qiynadi. Ondan badanimga har xil uskunlarni yetib, yerim uyqu tajribasi ishlashga boshladi. Ularning yerim uyqu tajribasi odatda amal bo'lmaganda elib beriladi. Menga bu xeyli ta'sir bor bo'lib, meni to'qilimlarni buzib etish ehtimolimi bor edi. Biroq ular bu tajriba orqali hech qanday ilgirlashga erishamagandan keyin menga g'aljir kasali vaksinasi urib, sizlarning atalmish alohida kuzatib davolaydigan bemorlaringlar qatorida doktorxonalarga o'tkazib keldi. Ilgari axborot idorasidagi materiallar orasidan bu yerdagi dorilarning aslida nervini tinchlantirib, yurak qon tomirlarining harakatini asl etish roli bor bo'lib, dastlabda bo'ysundirg'ili bo'lmaydigan yovuz hayvonlarni ko'ndirish uchun ishlatilganligini, keyin tadqiqot bosqichida bemorlarga sinov qilishga boshlaganligini, ko'p miqdorda ishlatilsa, xalmushlik kasalini, shundaqla g'ayriy yetilish kasalini keltirib chiqarganligini ko'rib qolgan edim. Shuning uchun sen bergan dorini yeb bo'libla, qaytib kirib yondirib etdim. Men ilgari muskul qatirish mashq ishlashni o'rgangan edim. Shunga sen okul silishdan burun belakimning ustini tengib olatdim. Okul silib bo'lib chiqib ketganda tomirimni kesib oqqizib bitatdim. Keyin sen o'limtik bu doktorxona mas'ullariga doklad qildim. Ondan u xumparlar meni o'zini yaralandirish psixikasi shakllangan deb qarab, boshqa doktorxonaga topshirishdi. Bu doktorxonada anatomiya tajribasi ishlanganligini xiyolimga keltirib boqmagan ekanman. 2 haftadan keyin ular meni o'zlarining tajribaxonasiga ilib kirishdi. Ondan odam o'zgartish tajribasini boshlab etdi. Ular menga maymunning genini sinab qilib boqdi. Shu orada kundan kunga badanimda g'ayriy fiziologik alomatlar ko'rilishga boshladi.
Ular meni mengisi yuvitilgan, hech nimani uqmaygan sarang deb bilishadi. Menga faqat ularga yolg'onlardan bo'lsa-mu moslash bermakdan boshqa amal yo'q edi. Bir hisobda bunday qilishimdan ba'zi ahvollarni tushunishimga yordam tegyapti. Ularning men to'g'riliq qilishgan gaplari pat-pat quduqimga kirib qoladi. Bu sarangni ko'rmamdigan. Ajab tali o'ngnimikin bu. Qandoq deysan? Ko'mamsa. Bundan ilgari tajriba qilgan saranglarda ilgirlash uyoq tutsin. Keraksiz ustixonga aylanib qilib, amalsiz tashlab etiladi. Yoki bo'lmasa yuqoriga tajriba bo'yimi sifatida o'tkazib beriladi. Biroq bu sarangga kelganda alayda o'zgarish ifodalanib, tish tirnoqlari o'sib, badallarini mo'y besishga boshladi. Shunlashqa bu maxluq cho'qim Davlat mudofaa ministrligining e'tiborlab ishlatishiga erisha oladi. Bularning hammasi iliqi yangi kelgan doktorning o'zigacha tadqiqot natijasidan bo'lgan edi. Lekin bu texnik yetarli emas. Anglashimcha, buning ahvoli turaqlashganda davlat bexatarlik organining tadqiqoti uchun avatilamish. Shunda qilib ular meni iliqi harbiy bazaridagi o'qituvchi sklatining yer ostiga silingan anatomiya tajribaxonasiga yetkazdi. Bu yerni yer sharining kichiklatilgan holati desimi bo'ldi ekan. Bu yerdan har xil yoshdagi ayollar, kichik bolalar, ayvallah, qushlarning hammasi tepildi ekan. Biroq hammasi qafas ichida. Ular badanimga kaslanishning toponidan ilib o'zgartib qilingan avrishki suyuqlikni kuni necha qatam mangdiratdi. Buning og'riqini tasavvur qila olmayman. Butun badanim chiqirib, par-par bo'lib ketgandek, nervlarim qizib, do'zax o'tida kuyayotgandek azob. Necha hafta davomlashdi. Bu azoblardan o'lib qutulishni har minut, har sekund o'ylashdim. Lekin menda iloj qolmagan edi. Ular oxiri meni eng qo'rqitadigan cho'ng miya operatsiyasini boshlab. Shundan boshlab bir narsa xuddi meni o'ziga tortib turayotgandek, har bir ish harakatim ularning kontrolligida bo'lib o'tadi. Hisobda o'zimni qaytadan turaldim desammi bo'ladi. Ular badanimda bir qancha hayvonning xususiyatini birlashtirib, mukammal biologiyalik odam yasab chiqqan edi. Biroq u chog'da mening turqi maymundek yo'nliq bo'lg'achqa, yana bir qancha tajriba bosqichidan keyin ondan asta-asta odam siyoqiga keltirishgan edi. Ular meni har kuni sahar turg'izib, har xil mashqlarga solatdi. Markallarni egiz binolarga o'rinlashtirib, meni bo'lsa to'rt atrof to'sib etilgan maydonga olib chiqib qo'yatdi. Men jinimning baricha qochatdim. Birdam jim turib qolsam, markallarni o'qi, kulimni ko'kka so'raydi. Gerçi ularning ishlatayotgani rezinga o'q bo'lsa-mu, tegib ketib qolsa, necha kungacha yilon chaqqandek og'rib chidig'ili bo'lmaydi. Ular bara-bara maydon sharoitini o'zgartib turdi. Meni egiz joylarga yamash qila solatdi. Tuvinimda yana shu markallar bor edi. Shunda qilib, men tadrijiy holda mayli qanchalik egiz bo'lishidan qat'iy nazar, putim tekkanligi bino bo'lamdi, daraxt bo'lamdi. Har qanday yerga bemalol chiqib ketalaydigan, necha minutga yetmagan vaqt ichida ichki-tishi askarlar bilan qo'rshalgan chambarchas mudofaa sepili hosil qilgan binolarga bosib kirib, mas'ul yetakchi buyurgan narsalarni tepib, ilib chiqoladigan holatga yetdim. Ya'ni kelib, ular mening ko'zimni kechirma ko'ralaydigan qilgan edi. Mening harakatim bak tez bo'lg'achqa, marganlar ba'zida bir-birini etib solatdi. Shu fursatda dastlabda meni bo'saq qilgan harom-tamoq askarlardan toza o'chimni ilib yurdim. Keyin davlat mudofaa ministrligidan buyruq tushib, meni alohida qismning tajribalik 10 nafar askari bilan Amerikaga berib, hiliqi telegramida ko'rgan anatomiya dokladini qaytarib kelishga o'rinlashtirdi. Shunda qilib biz Amerikaga qarab ushdik. U yerda bizni Amerika davlat mudofaa axborot idorasidagi John Kilos deydigan bir sektivlab, bizning u anatomiya dokladlarini qo'lga tushirishimizga yordamlashyapti. Men buningdan intayin xayrlik his qilyapatdim. Bir qitimliq maxfiy uchrashishdan keyin ondan uningga bo'lgan gumonim bara-bara susashga boshladi. Uning deb berishicha, u Amerikada tug'ilgan ekan. Onasi muxbir bo'lib, 15 yoshga kirgan yili oila bo'yicha Yaponiyaga sayohatga berib, bir qaqqos tog' yo'lida ketayotganda mashinasi o'rilib ketib, ota-onasi naq maydonda o'lib ketibdi. Bularning mashinasi Yaponiya davlat mudofaa ministrligining bir xodimiga uchrab kelib, uni ilib ketib yiqibdi. Hamda Amerika tarafga bu balani yo'qib ketdi deb ma'lum qildi. Shundan boshlab Yaponiya hukumatı bu balaga jasuslikni o'rgatib, toki 18 yoshga kirguncha tarbiyalab, ondan Amerika nopisiga o'tkazib, o'qishining davomini bu yerda davomlashtirgan ekan. Keyin hozirgi Amerika davlat mudofaa axborot idorasiga so'qintirib kirgizib, uningdan foydalanib yetibdi. Yuqorining o'rinlashtirishiga asosan Amerika davlat mudofaa axborot idorasiga ma'lum kuni kechda qo'l silishni planladik. John Kilosning yordamida bizga lozimli materiallarning bu idoraning alayda qo'dilgan bir binosida ishkanligini muqimlashtirib, harakatga o'tdik. Asli planda men bir xil yuqori fan texnikalik uskunani binoga birga elib kirdigan bo'lgan edim. Chunki bu uskuna sirtdagi hamrohlarimga ulangan o'zak orqali asli tutish, saqlash iqtidoriga ega har qanday narsaga yaqinlashganda bosh ishtabdagi hamrohlarim izlagan mazmunga asosan shuningga oid soliq ma'lumotning bor yo'qligini tushuntirib turadi.
Men binoga yamishib, 26-qavatga joylashgan elektr uskunalari bilan qoplangan zalga kirdim. O yerdagi elektron uskunlarning ko'pligidan qaysisiga boshda yiqilishga jazm qila olmay turardi. Tuyuqsiz sirtga birodarlarning chekinish buyrug'ini topshirib oldim. Aslida bu yerda meni kutayotgani biz izlayotgan material emas, aksicha bir talay askarlar ekan. Shunaqdimi kirganga tushliq bir kompyuterning qattiq diskisini sug'urib bilib, men bir mushaqqatda muhasirni bosib o'tib, aran deganda jinimni ilib chiqib ketdim. Shu orliqda 2 pay o'q mo'ramni teshib o'tib ketdi. Past tarafdami askarlar yig'ib ketgan bo'lib, bosh shtab bilan aloqalashgan bo'lsam-mu, hech qanday sado kelmagan edi. Shundan qaraganda, pastdagi bosh shtabga o'g'irlashtirgan hamrohlarimmi ularning qo'liga tushib bo'lgani qiladi. Men mehmonxonaga qaytib kelib, hiliqi Jon Kilosdan yana bir qatim gumonlanishga başladim. Bizni o'z yetivatmasa, Amerika hukumatining harakatimizni sezib qilishi mumkinmi? Lekin qattiq teskariga mazmunlarni ko'rgandan keyin, onundan ya gumonlanish, ya ansirash kerakligini bilmaydi qoldim. Qattiq teskara Amerika davlat bexatarlik bosh idorasi va shuningga qarashliq Amerika harbiy ishlar sistemasidagi ba'zi muhim apparatlarning maxfiy uchurlari bor ekan. Buningda deyilishicha, davlat bexatarlik bosh idorasi jasuslik harakatiga har soatda 1 million Amerika dollari, bir yilda 12 milliard Amerika dollari sarf qiladi ekan. Davlat maxfiylik idorasining jasuslik harakati butun yer sharini qoplagan bo'lib, har minutda har qaysi davlatlardan kelgan 2 million telegraf uchuriga erishir ekan. Ham bartaraf qiladi ekan. Alayda xodimi 260 ming atrofida, aloqaga mas'ul xodim 200 ming atrofida ekan. Amerika hukumati hozir 100 mingdan ortiq muhim shaxsning ovoz avrishkisini qo'lga tushirgan bo'lib, qachonki shu odamlar ichida xohlagan biri har qanday so'zlashish apparati ishlatilgan ovoz elish sistemasi avtomatik qo'zg'alib, o'nga elishga boshlaydi ekan. Men kirgan bu davlat mudofaa axborot idorasi chet el armiyasi harakatining uchur axborotlarini egallashga mas'ul bo'lgan ekan. Bular biz tashlangucha, bizdan burun qum sanab, biz yo'lga chiqishdan ilgirla, Allah burun bizning piyimizda bo'lib bo'lganligi ehtimolga intayin yaqin edi. Yuqorqi jasuslik harakatlarga shuncha ko'p mablag'ni solgan davlat cho'qim jim o'ltirmaydi-da. Shu topda hozir menga ikki tarafdan ig'ir besim bo'lib o'tadi. Bir tarafdan Amerika taraf izirikimni qilish uchun qatrab yursa, yana bir tarafdan Yaponiya hukumati xush xabarimizni kutib biz bilan aloqalash uchun avvar edi. Sarangning intiqom elishi. Uzun o'ylanish orqali oxiri ortiqchalarga aralashmay davlatga qaytib kelish uchun tayyorlik qildi. Men burundan tortib ularga ishlab nemalarni ko'rmadim. Hatto kichkina ish og'irtish, ishinish ham hurliqqa erishamagan tursam, yana bu hayvonlarga jinimni sap berib nima qilatdim? Endi qayta aeroplanga chiqalishi mumkin emas edi. Shunga amalsiz quruqliq va dengiz yo'llari orqali 2 haftada aran qaytib kelib oldim. Men bu yerga kelib, tunji ishimni qisas ilishni boshladim. Ya'ni meni qarlab, xotin bolalarni o'ldirib atgan axborot amaldori bilan boshliqim degan ishning bolasini jahannamga yo'llash uchun atlandim. Boshliqim degan harom tomoqdan uyiga berib, derazasidan to'ydirmay ichiga kirib oldi. Ayoli oshxonada tomoq etib o'tadi. 2 omoq bolasi o'zining uyida o'yinchoq o'ynab o'tadi. Boshliq degan harom tomoq bo'lsa, krisloga yo'linib, televizor ko'rib olgan edi. Endi qo'l salayda turishimga tuyuqsiz uy telefoni ansiz sayrab ketdi. Birdan o'zimni daldiq ilib, mo'kinib turmoqchi bo'ldim. U ablaq erinchiklik bilan telefonning oldiga kelib, so'zlashga boshladi. Nima? Ayomi ismli doktorxonadan qochib ketibdimi? Qachon? Atiyan, uning barliq materiallarini ishxonamga akirib bering. Doktorxona joylashgan tog'liq rayonni qattiq muhofazat qilinglar. Hech kimning qalayimqon kirib chiqishiga ruxsat yo'q. Doktorxonadagi doktorlarmi mendan buyruq tushmagicha uyga qaytmasin. Quruqliq armiya qismidan birliyan askar chiqarib, tog'liq rayonni kech-kunduz chorlashga o'rinlashtirib, 24 soat ichida uni cho'qim izlab tepinglar. Menga uning tiriki bo'lsa tiriki, o'liki bo'lsa o'liki kerak.